Okay, hello everyone. Bugungi mavzumiz I can tell the time. Men vaqtni ayta olaman. Yana raqamlar bilan ishlaymiz. Biz o'zimizni o'tgan safargi darsimizda 1 dan 100 gacha, 1000 gacha, milliongacha bo'lgan raqamlar bilan tanishdik va ularni qanday aytish haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Bugun esa vaqtni aytishni o'rganamiz. What's the time? Soat nechi bo'ldi? What time is it? Soat nechi bo'ldi? Ikki xil turda so'ralishi mumkin. Hop, it's 4 o'clock, soat 4 bo'ldi. It's quarter past 4. Soat 4dan 15 minut o'tdi. It's 4:15 yoki bu 4:15. It's half past 4. 4dan yarim soat o'tdi. It's 4:30. Hozir soat 4:30. Yoki it's quarter to 5. 5 ga 15 daqiqa qoldi. It is 4:45. Bu 4:45 deyish mumkin. It's 5 past 6. Bu 6dan 5 minut o'tdi. It's 20 past 6. 6dan 20 minut o'tdi yoki it is 6:20 yoki hozir 6:20 deyishimiz mumkin. It's 20 to 7. 7ga 20 minut qoldi yoki it's 6:40. Hozir 6:40 deyishimiz mumkin. It's 3 minutes to 7. 7ga 3 minut qoldi deyishimiz mumkin yoki it is 6:57. Hozir 6:57 deyishimiz mumkin. Ikki xil turda aytish mumkin. Endi bizga kerak bo'lgan iboralar quarter 15 ni bildiradi, ya'ni chorak degani. Agar past so'zi ishlatilsa, o'shancha minut o'tdi degani. Misol uchun 10 past 5. 5 dan 10 minut o'tdi. Ya'ni past so'zi o'tdi degan ma'noni bildiryapti. Yoki bu yerda it's quarter past 4, ya'ni 4 dan 15 minut o'tdi degan ma'noni bildiryapti. Endi half past birikmasi ishlatilgan. Half degani esa yarim degani. Quarter chorak degani bo'lsa, half bu yarim o'tdi degani. It's half past 4, 4 dan yarim o'tdi. Past degani o'shancha minut o'tdi degani. Endi quarter chorak degani bo'lsa 2:05 deyapti. 15 minut qoldi 5 ta. 2 degani takam. Misol uchun 15 takam, 10 takam, 20 takam deyishimiz mumkin. Bu yerda 2 o'shancha kam degani. Misol uchun quarter to 5, 5 ga 15 minut qoldi. 15 takam 5 deyapti. Yoki yana 20 to 7 birikmasi kelgan. 20 takam 7. 2 degani o'shancha minut kam degani. Past degani esa o'shancha minut o'tdi degani va ingliz tilida birinchi minut, keyin soat aytiladi birinchi holatda. Ikkinchi holatda esa birinchi soat, keyin minutdan foydalanilyapti. Ikki xil holatda biz aytishimiz mumkin. Use minutes with to and past when the number of minutes is not 5, 10, 15, 20 or 25. 3 minutes past 6. Misol uchun 3 minut o'tdi 6dan deb aytishimiz mumkin. Xo'p, birinchisida 9 am, 9 o'clock in the morning, ya'ni am bu ertalabki soatni bildiradi. PM esa bu kechki soatni 12 gacha bo'lgan soatni bildiradi. Yarim kechasidagi 12 dan to obeddagi 12 gacha am bo'ladi. Obeddagi 12 dan kechgacha esa PM ishlatiladi. 5 da 5 o'clock in the afternoon. 7 p.m. 7 o'clock in the evening. 7:57, nearly almost 8 o'clock. Deyarli 8 bo'ldi. 8:02, just after 8. Hozir 8 dan o'tdi degani. Yarim demoqchi bo'lsak, 11:30 at night and 12 midnight deyiladi. Yarim tushki paytdagi midday, ya'ni kunni o'rtasi midday, kechki tunni o'rtasi, ya'ni midnight bo'ladi 12 soatimiz. Endi bu yerdagi topshiriqlarga e'tibor bering. Birinchisida so'zlarda yozadigan vaqtlarni so'zlar orqali, misol uchun 3:10 degan 3 dan 10 minut o'tdi yoki siz yozishingiz mumkin 10 past 3. 10 minut o'tdi 3 dan deb yozishimiz mumkin. Yoki ikkinchisi 9:15, 9:15 yoki quarter past 9, 15 da o'tdi 9 dan holatida keladi. Shunday yozish kerak. Ikkinchisida past va yoki to dan foydalanadigan. Birinchisida oddiy holatda yozar ekansiz 9:15 qilib, ikkinchisida esa xuddi men aytgandek past yoki to lardan foydalanib shuncha minut o'tdi, shuncha minut kam deb yozishimiz kerak. Xo'p, endi 4-chi qismga o'tsak, bu yerda same or different, bir xil yoki har xil so'zlari kelgan.
ikkala tarafdagi so'z agar bir xil narsa bo'lsa same deb yozasiz. Misol uchun 8:45 bilan 8:45 in the evening, PM bilan in the evening bir-biriga same, bir xil ekan, shuning uchun same yozgan. 3 PM bilan nearly 3, deyarli 3 yo'q, bir-biriga bir xil emas. Different deb beryapti. Endi 12 tun bilan midnight bir-biriga teng, shuning uchun nima bo'ladi? Same bo'ladi. Bir xil bo'lsa, shu soat bilan shu soat bir xilni bildirsa same, har xilni bildirsa different qilishimiz kerak. Endi savollarga javob yozishingiz kerak. When do banks open in your country? Qachon banklar davlatingizda ochiladi? Do they close at midday? Ular middayda yopiladimi? Midday bu obedga 12. What time do shops close? Soat nechida do'konlar yopiladi? What time do bars open? Barlar nechida ochiladi? What time do they close? Soat nechida ular yopiladi? When do post offices open and close? Soat nechida pochtalar ochiladi va yopiladi? Bunda soatlarini yozib chiqishingiz kerak. Uyga vazifa mana shu 1, 2, 4 va 5 topshiriqlarni bajarish.